Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda biz operatsion tizim nima uchun kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Operatsion tizim bu kompyuter barcha qurilmalarni va dasturlarni boshqaruvchi asosiy dastur ta'minotidir. Xo'sh, operatsion tizim nima uchun kerak? Kompyuterlar apparat tamoyil ta'minoti, to есть hardware deyiladi yanada inglizchasiga aytadigan bo'lsak va foydalanuvchi o'rtasidagi vositachi sifatida ishlaydi va quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi. Asosiy vazifalardan biri bu resurslarni boshqaradi. Protsessor, xotira diski, printer kabi qurilmalarda ishlashni boshqaradi. То есть siz bemalol qanaqadir knopkalarni bosib, protsessor yoki anavi nima edi, printerda narsa chiqarishingiz mumkin yoki qanaqadir ilovalarni ishlatishingiz mumkin. То есть sizlarga interfeys chiqarib beradi. Siz knopkalar chiqarib beradi. Buni Windows 10, Windows 11 bu полный operatsion sistema hisoblanadi. То есть mana temirlar borki, kompyuterda temirlar, protsessor, videokartalarni hammasini ishlatadi va sizga ularni ko'rinish qilib beradi. Ekraningizda chiroyligina ko'rinish qilib beradi. Siz bemalol приложениyalar ustanovka qilib ishlashingiz mumkin. O'sha operatsion tizimni ustiga quriladi hammasi. Telegram, Word, Excel, PowerPoint'lar hammasi operatsion tizim ustiga quriladi. Xo'sh, mayli. Keyingi vazifalarni ko'rib chiqsak, fayl tizimini boshqarish. Fayllarni yaratish, o'chirish, nomlash va ularga murojaat qilish ta'minlaydi. То есть siz bemalol operatsion tizimni ichida siz papka, fayl, mail, Word, Excel, Pexel yaratishingiz mumkin. O'sha fayllar bilan bemalol qulay ishlashingiz mumkin. Ikkinchisi, dasturlarni ishga tushirish va ularni boshqarish. Foydalanuvchi yoki tizim tomonidan ishga tushirilgan dasturlarni tartibiga soladi. То есть bemalol siz tartibga solib, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Foydalanuvchi interfeysi taqdim etadi. То есть masalan sizga chiroyligina interfeys, то есть Windows knopkasi, rasm qo'yib, bu yoq qilish, o'shanaqa interfeys chiqarib beradi. Xotirani boshqaradi. Siz bemalol ma'lumotlarni saqlab, nima edi, redakt qilib, ma'lumotlaringiz o'chib ketmaydi-da, ma'lumotlaringiz полный operatsion tizimni ichida saqlanadi. То есть o'sha жесткий diskda saqlanadi, lekin u operatsion tizim saqlashga yordam berib turadi. Va xavfsizlikni berib turadi. Xavfsizlik deganda siz bemalol operatsion tizimga parol qo'yib, uni bemalol ishlatishingiz mumkin. Birovlar ishlatolmaydi. Chunki parol qo'yib qo'ygansizda. Shunga operatsion tizim mana shunaqa anlarni bajaradi. Agar operatsion tizimlarga misol keltiradigan bo'lsak, hozirgi kunda eng zamonaviy operatsion tizimlarimiz bu Windows hisoblanadi. Windows 10, 11, 12 ana shunaqa Windows'imiz. Keyin MacOS bu Apple kompaniyasidan tomonidan ishlab chiqarilgan va Linux. Linuxda asosan anlar ishlatadi, dasturchilar ishlatadi. Windowsda bizga o'xshagan oddiy odamlar chunki buni ishlatish judayam oson. Linuxda esa ishlatish qiyin, chunki dasturchilar buni o'ziga moslashtirib olgan. Shuning uchun buni ishlatish qiyin bo'ladi. macOS ham xuddi Windowsga o'xshaydi, lekin bu bizda unchalik ommaviy emas. Chunki bu Amerikada judayam ko'p ishlatiladi, bizda esa Windows ko'proq. Chunki nimaga Windows ko'p tarqalib, Windows ko'p ishlatilgan desa, buning asosiy javobi Word, Excel, PowerPoint hammasi Windows ichida. Bitta operatsion tizim degan bor qurilma bunisida bo'lmaydi. Bo'lishi uchun bunga alohida programma yaratilishi kerak. Shuni hisobiga. Masalan, agar Windowsda Word, Excel, PowerPoint bo'lsa, Linuxda unaqa programmalar yo'q yoki macOSda unaqalar yo'q. Nimaga sizlaring? Chunki bu faqatgina Windows operatsion tizimi uchun yozilgan. Menimcha operatsion tizimlar haqida hammasi tushunarli bo'ldi. Operatsion tizim nima uchun kerak? Bu savolga qanday javob bo'ladi? Bu kompyuterda barcha qurilmalarni va dasturlarni boshqaruvchi asosiy dastur ta'minotidir. To есть bizning temirlarimizda jonlantirib beradigan narsa. Mana shu protsessor, videokartalar jonlantirib, knopka, interfeys chiqarib beradigan narsa bu operatsion tizim hisoblanadi. Hammaga rahmat.